Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana O'zbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Ikkita vazn toifasida irlandiyalik UFC sobiq chempioni Conor McGregor faoliyatidagi ketma-ket 3-mag'lubiyatidan keyin muxlislarga ahvoli haqida ma'lumot berdi. Men bu jangga to'liq tayyor edim. Ro'y bergan voqeaga haligacha ishona olmayapman. Jangga yaxshi formada chiqmaganim haqidagi gaplar mutlaqo asossiz. Men xotirjam, tayyor va o'zimga ishongan holda oktagonga chiqqanman. Yuz bergan voqeadan hali ham shokdaman. Go'yoki shayton shu yerning o'zida yuzimga tik qarab turganday. Ertaga cherkovga boraman, mayli bu sinovdan ham o'taman. Hech qachon taslim bo'lmayman. Albatta yana qaytaman deb yozgan McGregor ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida. Eslatib o'tamiz, Conor 12-iyul tongida bo'lib o'tgan UFC 329 turnirining markaziy jangida Max Hollowayga qarshi oktagonga chiqib, birinchi raunddayoq jarohat olgani bois texnik g'alabani raqibiga berilgan edi. Rasman Bogdan Guskov Magomed Ankalayev bilan jang qiladi. O'zbekistonlik UFC jangchisi Bogdan Guskov sobiq chempion Magomed Ankalayevga qarshi oktagonga ko'tariladi. Magomed Ankalayevning 25-iyul kungi raqibi Khalil Rountree jarohat sabab ushbu jangda qatnasha olmaydi. Uning o'rniga reytingda 10-o'rinda turgan o'zbekistonlik Bogdan Guskov Magomed bilan jang qiladi. Ushbu jang 25-iyul kuni Abu Dabidagi UFC turnirining markaziy to'qnashuvi bo'ladi. Qadrli do'stlar, agarda kanalimizga obuna bo'lib bizni kuzatishda davom etsangiz, aynan ushbu jangni qayerda ko'rishingiz mumkinligi to'g'risida batafsil ma'lumot beraman do'stlar. Bundan tashqari, Ramazon Temirovning ham jangi bor ushbu kartda. Albatta birgalikda tomosha qilamiz. Kanalga obuna bo'lib bizni kuzatishda davom eting. Bu paytda bo'lsa Magomed Ankalayev raqibi almashganiga munosabat bildirdi. Yarim og'ir vazn toifasida sobiq UFC chempioni Magomed Ankalayev Abu Dabidagi turnirning asosiy jangida hamyurtimiz Bogdan Guskovga qarshi oktagonga chiqadi. Rossiyalik aralash yakka kurash ustasi raqibining almashtirilganiga izoh berdi. Aslida u 25-iyul kuni amerikalik Khalil Rountree qarshi jang o'tkazishi kerak edi, ammo Khalil jarohat olib safdan chiqdi. UFC rahbarlari esa qisqa muddatda Ankalayevga 1-avgust kuni Belgradda Yan Blachowicga qarshi revansh jangini o'tkazishi kerak bo'lgan hamyurtimiz Bogdan Guskovni yangi raqib sifatida taqdim etishdi. Men Abu Dabidagi UFC turnirida Khalil Rountree bilan jang qilishim kerak edi, lekin afsuski u jarohat oldi. Unga sog'ayib ketishini tilayman va imkon qadar tezroq oktagonga qaytishini tilayman. Endi mening raqibim Bogdan Guskov bo'ladi. Avval aytganimdek, men har kim bilan, har qayerda va har qachon jang qilishga tayyorman. Men uchun buning ahamiyati yo'q. Men har doim tayyorman deb yozdi Ankalayev X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. Amerikalik sport shifokori Brian Satterer Conor McGregorning UFC 329 turnirida tizzasidan olgan jarohatidan keyin tiklanishining ehtimoliy muddatlarini baholadi. Ariel Helvani podkastda Sattererning ta'kidlashicha, agar irlandiyalikning oldingi hojsimon boylami uzilganini tasdiqlansa, tiklanish taxminan 10-12 oy davom etadi va McGregor 2021-yildan olgan oyoq sinishidan ko'ra ancha og'irroq kechadi. Shifokorning aytishicha, asosiy qiyinchilik operatsiyaning o'zida emas, balki uzoq muddatli reabilitatsiya va tizza bo'g'imini barqarorligini tiklashda. Shu bilan birga, agar jarohat Menix bilan cheklansa va shikastlangan to'qimaning faqat bir qismini olib tashlash kerak bo'lsa, McGregor taxminan 6 haftadan so'ng mashg'ulotlarga qaytishi va nazariy jihatdan yil oxirigacha jang qilishi mumkin. Conor 39 yoshida bo'lishiga qaramay, Satterer ehtimoliy operatsiya irlandiyalikning faoliyatiga chek qo'yishi kerak deb hisoblamaydi. Agar tiklanish muvaffaqiyatli o'tsa, uning yana oktagonga qaytishi hech qanday sabab ko'rmayapman. Shunchaki 39 yoshda avvalgi darajaga qaytish 21 yoshga qaraganda ancha qiyinroq, dedi Statter podkastda. Qadrli do'stlar, albatta Conor McGregorni tezroq oktagonga qaytishini biz ham kutib qolamiz. Va nihoyat UFC reytingi yangilandi. Yangi reytingga ko'ra o'rta vazn toifasida jang qilayotgan hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev 15-o'rinda qayd etildi. Ya'ni top 15 ga kirib oldi. U 27-iyun kuni o'tkazilgan turnirda rossiyalik Andrey Pulyayevni 1-raundda mag'lub etgandi. Yangilangan reyting bilan tanishing. 1-o'rin Shon Strickland, Hamza Chimayev, Dricus Du Plessis, Nasruddin Imavov, Joe Pfeiffer, Brendan Allen, Caio Baralho, Anthony Hernandez, Israel Adesanya, Georgi Rodriguez, Ikram Aliskerov, Jared Komeni, Christian Leroy Dukan,
Bu Nikol Abusmagomedov va Nursulton Ro'ziboyev. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, Olg'a O'zbekiston, Olg'a Nursulton Ro'ziboyev deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.